o'zingni sev, o'zingni tanla degan misralarni ko'p eshitamiz. Qadimdan bor bu. Bilamizki, o'zini sevmagan, o'zini hurmat qilmagan insonni hech kim sevmaydi ham, hurmat ham qilmaydi, ardoqlamaydi ham. Shu joyida kibrdan ehtiyot bo'lish kerak faqat. O'zini sevish, ardoqlash nimadan boshlanadi? Birinchi navbatda to'g'ri shakllantirilgan niyatdan. Niyatda gap ko'p. Niyatim menga foyda keltirish uchun esa xayr qidirib, unga yaratganning nomini qo'shdim. Nima uchun yaratganning nomini? Chunki yaratgan yorug'lik, uning faqat xayrlari bor. Yaratgan o'zi kim? Eng qudratli va dunyodagi eng mehribon zot u. 18 ming olamni yaratdi u. Xo'sh, yaratgan qayerda? U har bir narsani, har bir jonni qalbidan joy olgan. Bizni eng yaqin tomirlarimizda. Men ishonaman shunga va bilaman, sizda ham bor o'sha ishongan qalb. Demak, hammasi kimdan boshlanadi? Mendan boshlanadi. Sizdan boshlanadi. Qilayotgan ishlarimda aynan foydani, xayrni qidirib, o'zimga qaytdim va Robbim bilan qovushdim. Shuning uchun qalbdan qilingan ishlarda go'zallik bor, mehr bor, muhabbat bor, xotirjamlik bor, osoyishtalik bor. Qalbni unutib qo'ymaylik, aql orqasidan yugurib, alamlar, azoblar, arazlarga to'ldirmaylik uni. Qalbimizga aslida yetarli 3 kun unutish, kechirish uchun. Faqat bizning aqlimiz o'zini aqlliroq bilib, kibrga berilib, qalbimizni eshitgisi kelmas ekan. Agar sizga bu videom yoqqan bo'lsa, men uchun va o'zingiz uchun bir xayr ish qiling. Kommentariyada mening qalbim muhabbat uchun, mening qalbim go'zallik uchun deb niyat qoldiring.